Радиоинтервью. O'zbek Gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati nazorati bo'limi bosh mutaxassisi Shodmon Rasulov. Mamlakatimizda davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish, qonunchilik hujjatlari va davlat rahbari topshiriqlarining so'zsiz hamda samarali ijrosini ta'minlash masalasi so'nggi yillarda davlat siyosatining eng muhim yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rahbarligida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, davlat organlari va tashkilotlari faoliyatida mas'uliyat, natijadorlik va ijroning intizomini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 25-iyulda qabul qilingan PF 17-son farmoni mamlakatimizda ijro intizomini tashkil etishning zamonaviy va samarali mexanizmlarini joriy etishda muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qilmoqda. Mazkur farmon bilan qonunlar, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari, farmoyishlari hamda topshiriqlari ijrosini nazorat qilishning ta'sirchan tizimi yaratish, hududlarda amalga oshirilayotgan islohotlar natijadorligini baholash, davlat organlari rahbarlarining shaxsiy mas'uliyatini kuchaytirish hamda ijro jarayonlariga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish kabi ustuvor vazifalar belgilandi. Belgilangan vazifalardan kelib chiqqan holda O'zbek Gidroenergiya aksiyadorlik jamiyatida ijro intizomini mustahkamlash, davlat rahbari va hukumat tomonidan belgilangan vazifalarni o'z vaqtida sifatli va to'liq bajarilishini ta'minlash bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilib kelmoqda. Jamiyat faoliyatida Prezidentning 21-yil 10-fevraldagi PF 61-66-son farmoni hamda 51-32-son qarori talablari asosida ijro intizomini tashkil etishning samarali mexanizmi yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu jarayon doimiy ravishda takomillashtirib borilmoqda. Bugungi kunda jamiyatda ijro intizomini ta'minlash ishlari raqamli boshqaruv tizimlari orqali amalga oshirilib kelmoqda. Xususan Ijro.gov.uz, KM Ijro.uz, Edo Ijro.uz elektron platformalari orqali davlat rahbari, prezident administratsiyasi va Vazirlar Mahkamasi hujjatlari ijrosi ustidan doimiy monitoring olib borilmoqda. Jamiyatda ijro intizomini ta'minlash bevosita mas'ul rahbarning doimiy nazoratida bo'lib, har bir topshiriqning ijro holati kunlik, haftalik, oylik kesimida tahlil qilinadi. Bu jarayonda tarkibiy tuzilmalar faoliyati muvofiqlashtirilib, belgilangan vazifalarni o'z vaqtida bajarilishi ta'minlanmoqda. Ayniqsa davlat rahbarining farmon, qaror va topshiriqlarining ijrosini ta'minlashda tizimli yondashuv shakllantirilgan. Jamiyat ijro apparatining tarkibiy departament, boshqarma, bo'linmalar hamda tizim korxonalari ishtirokida prezident administratsiyasi hujjatlari, Oliy Majlis palatalarining qarorlari, Vazirlar Mahkamasi hujjatlari va yig'ilish bayonlarida belgilangan vazifalarning ijrosi muntazam nazorat qilib borilmoqda. Tahlillarga ko'ra 2017-2026-yillar davomida O'zbek Gidroenergiya uchun jami 175 ta hujjat kelib tushgan bo'lib, ularda jamiyat mas'ulligida amalga oshirilishi lozim bo'lgan 947 ta topshiriq belgilangan. 2026-yil 1-iyun holatiga mazkur topshiriqlarning 689 tasi to'liq bajarilib, ijrosi ta'minlangan. Bu esa jamiyat tomonidan davlat rahbari hujjatlarida belgilangan vazifalarni qayirib 73% to'liq ijro etilganligini ko'rsatadi. Ayni vaqtda 254 ta topshiriq belgilangan muddatlar doirasida bajarilishi jarayonida bo'lib, ularning har biri bo'yicha aniq chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan. Mazkur topshiriqlarning barchasi belgilangan grafik asosida amalga oshirilmoqda. Joriy yilning yanvar-may oylarida davlat rahbarining topshiriqlarini o'z vaqtida ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbek Gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati tomonidan 5 ta alohida yo'l xarita va 5 ta kunbay kesimdagi kalendar grafik ishlab chiqildi. Mazkur hujjatlar Vazirlar Mahkamasi va Energetika vazirligi bilan kelishgan holda amalga oshirilib, ularda nazorat tutilgan barcha vazifalarning ijrosi to'liq ta'minlandi. Natijada davlat rahbarining Ijro.gov.uz hamda hukumat rahbarining KM Ijro.gov tizimlarida jamiyat mas'uliyati bo'lgan birorta ham bajarilmagan topshiriq mavjud emas. Bu ko'rsatkich O'zbek Gidroenergiya aksiyadorlik jamiyatida ijro intizomini tashkil etish va nazorat qilish ishlarini yuqori darajada yo'lga qo'yilganligini, mas'ul xodimlar va rahbarlar tomonidan topshiriqlar ijrosiga alohida e'tibor qaratilayotganligini yaqqol namoyon etadi. 2026-yilning dastlabki 5 oyi davomida Ijro.gov.uz tizimi orqali jamiyat ijrosiga jami 131 ta topshiriq kelib tushdi. Ularning har biri bo'yicha mas'ul ijrochilar belgilanib, bajarilishi ta'minlandi va belgilangan tartibda nazoratdan chiqarildi. Jamiyatda hujjatlar aylanmasi va boshqaruv jarayonlarini raqamlashtirish borasida ham keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan Edo Ijro.gov.uz elektron platformasi orqali 2026-yil yanvar-may oylarida jami 9532 ta hujjat
aylanmasi qayd etildi. Shundan 5226 tasi kelib tushgan, 4306 tasi ishlab chiqarilgan hujjatlarni tashkil etadi. Mahalliy davlat hokimiyati organlari hamda huquqni muhofaza qiluvchi tashkilotlardan 253 ta, tizim korxonalaridan 2649 ta, boshqa tashkilotlar va xorijiy hamkorlardan 849 ta, jismoniy va yuridik shaxslardan 81 ta murojaat qabul qilingan. Shuningdek, davlat sirlarini muhofaza qilish talablariga muvofiq maxsus tartibda ko'rib chiqiladigan hujjatlar bilan ishlash ham qat'iy nazorat ostida tashkil etilmoqda. Ishlab chiqilgan hujjatlar tarkibida kengash qarorlari, ishlab chiqarish va kadrlarga oid buyruqlar, yig'ilish bayonlari, chora-tadbirlar rejalari, chiqish xatlari, faksogrammalar hamda ichki xizmat yozishmalari muhim o'rinni egallaydi. Bu esa jamiyatda boshqaruv qarorlarini qabul qilish va ularning ijrosini ta'minlash jarayonlari raqamli muhitga to'liq integratsiya qilinganligini ko'rsatadi. Bugungi kunda jamiyatning ichki boshqaruv tizimida qabul qilingan barcha hujjatlar ijrosi ham elektron platforma orqali monitoring qilib borilmoqda. Jumladan 29 ta yig'ilish bayoni bo'yicha belgilangan 1844 ta topshiriqning ijrosi har kuni tahlil qilinib, mas'ul ijrochilar faoliyati muvofiqlashtirilmoqda. Apparat yig'ilishlari, texnik yig'ilishlar, buyruqlar, boshqaruv qarorlari hamda maxsus topshiriqlar bilan belgilangan vazifalarning ijrosi yuzasidan tizimli monitoring yo'lga qo'yilgan bo'lib, har bir topshiriqning bajarilishi alohida, bajarilish holati muntazam tahlil qilinmoqda. Bunda ijro muddatlariga qat'iy rioya etish, vazifalarning sifatli va natijador bajarilishini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Prezidentimiz tomonidan belgilangan vazifalardan kelib chiqqan holda O'zbek Gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati kelgusida ham ijro intizomini yanada kuchaytirish, raqamli nazorat vositalarini kengaytirish, mas'ul xodimlarning malakasini oshirish va davlat rahbari topshiriqlarini so'zsiz ijrosini ta'minlashga qaratilgan ishlarni izchil davom ettiradi. Zero ijro intizomi har qanday islohotning amaliy natijasini ta'minlaydigan davlat va jamiyat taraqqiyotini belgilaydigan eng muhim omillardan biridir. O'zbek Gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati nazorat bo'limi bosh mutaxassisi Shodmon Rasulov. Radio intervyu.